Assalomu alaykum. Har bir insonning ichida iste'dod bor va faqat uni ochadigan to'g'ri muhit kerak. Mening ismim Marjona. Yoshim 29 da. Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishida oliy ma'lumotli rassomman. 7 yillik tajribam asosida shogirdlarimga noldan boshlab professional darajagacha o'rgataman. Chunki san'at hamma uchun. Kurslarimiz 3 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan barcha uchun mo'ljallangan. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun esa maxsus o'quv dasturi tayyorlangan. Barcha kurslarimga 50% chegirma e'lon qilaman. Bu hali hammasi emas. Ota-onasidan ayrilgan, yetim qolgan, 18 yoshgacha bo'lgan barcha bolalar va o'smirlar uchun hamda undan tashqari o'quvchisini yo'qotgan yolg'iz onalar uchun barcha kurslarim mutlaqo tekinga foydalanishlari mumkin. Kurslarimizda rang tasvir, qalam tasvir, relyef, barelyef, atachenta, rospis, ya'ni devoriy suratlar, holslarda dekorativ kartinalar, interyer dizayn uchun eksklyuziv qo'l mehnati ishlari yasash o'rgatiladi. 15 yoshdan kattalar uchun bu shunchaki hobbi emas, daromad keltiradigan haqiqiy hunar bo'ladi. Joylar soni cheklangan, hoziroq yoziling va 50% chegirmani qo'lga kiriting.